Assalomu alaykum. Bugungi videomizda Qashqadaryoning Kasb tumanida yana bir o'sha patolog ishimiz tugadi. Narx-navolar haqida aytaman. Undan oldin kanalga obuna bo'ling, like istashimiz kutilmoqda. Turmush kumosh mashinasi maliyatga adoy patolog kumosh bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yasiz. Har kunlik chiqarib boramiz. Azizlar, bu patologimiz 250 mingdan Qashqadaryoga bo'ladi narxi. Agar viloyatga bo'ladigan bo'lsa, masalan Surxondaryo, Samarqand, Buxoroga bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'mdan chiqadi. 300 mingning ichiga nima bo'ladi? Usta haqqi materiali mana bunday galagillargacha qo'yib berishadi. Qandil olib borishmaydi. Qandil uy egasini o'zi oladi. Qashqadaryoga demak 250 ming xohlagan o'sha tumaniga, viloyatlarga Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Surxondaryoga 300 mingdan chiqadi mana shu qasam. 600 minggacha bu variant ko'p, juda ham 1000 xil, 2000, 5000 xil ham bor. O'sha 6 yildan beri o'sha kampirlik ishlaymiz. Patkulish mana shu devorlarni o'zimiz qo'porib, shketokasini urib, steyajga, laminatga moslab patologlarni ham qilib berdik. Nasib bo'lsa to'liq bitgandan keyin yaqinda aboylarni qilamiz. Qancha rasxod bo'ldi hammasini aytamiz. 725 ga 355 xonamiz, mehmonxona. O'zimiz qo'porib shketokasini urib berdik. 40 mingdan Kasb tuman, o'zi Qarshi Kasb tuman o'zi. Demak, aboyda 50 mingdan qilib beramiz. Mana bitta rotdan ikkita shpakilovka aboy yopishtirib beriladi. Kuzatib boringlar, jarayonlarni ko'rsatib boramiz nasib bo'lsa. Bu 250 mingga Qashqadaryoga bo'ladi, 300 ming viloyatga. Hamma narsasi kampirlik bo'ladi. Faqat uy egasi pul sanagan, bu qanday olasiz.